Assalomu alaykum. Izohlarda shu savol qayta-qayta chiqayotganini ko'ryapmiz. Karl Jung musulmon bo'lganmi? Islomni qabul qilganmi? Yana bir savol bor. Uning gaplarini qabul qilish mumkinmi? Sunnatga to'g'ri keladimi? Ochig'ini aytsak, Karl Jung musulmon bo'lgan yoki islomni qabul qilgan degan ishonchli tarixiy dalil yo'q. U dinlarni, ramzlarni, insonning ichki dunyosini, sharq fikrlarini juda chuqur o'rgangan odam bo'lgan. Shuning uchun ba'zi fikrlari islomga, tasavvufga yoki ruhiy izlanishga yaqin eshitilishi mumkin. Lekin biror fikr islomga o'xshab eshitilgani uchun odam avtomatik musulmon bo'lib qolmaydi. Endi uning ta'limotlarini qabul qilsa bo'ladimi degan joyga kelsak, bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Jungning hamma gapini din deb olish kerak emas. U olim, psixolog, mutafakkir bo'lgan. Uning fikrlarini inson ruhiyatini tushunishga yordam beradigan tahlil sifatida ko'rish mumkin. Lekin aqida, ibodat, halol harom, sunnat masalalarida mezon Jung emas. Qur'on, sunnat va ishonchli ilm ahlidir. Ya'ni oddiy qilib aytganda, Jungdan psixologik tushuncha olish mumkin, lekin uni diniy manba qilib olish to'g'ri emas. Agar biror fikri islomga zid bo'lsa, albatta u olinmaydi. Agar insonni o'zini tushunishga, nafsini kuzatishga, ichki holatini tartibga solishga yordam bersa, uni shunchaki psixologik kuzatuv sifatida ko'rish mumkin. Endi eng halol javob shunday deb o'ylaymiz. Yo'q, Karl Jung musulmon bo'lmagan. Uning har bir gapi ham sunnatga to'g'ri keladi deb aytilmaydi. Lekin u inson ruhiyati, ramzlar, tushlar va ichki izlanish haqida chuqur o'ylagan mutafakkir bo'lgan. Biz esa uning fikrlariga din sifatida emas, ehtiyotkorlik bilan, aql bilan, islom mezonidan chiqmagan holda qarashimiz kerak. Rahmat.